Aka qancha bo'ldi ekan bu? 17 millionga sotilmoqda. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Biz bugun Namangan viloyati Kosonsoy tuman Tergachi mol bozoriga kelganmiz. Xudo xolasa bu yerdan hamma olingan, sotilgan mol narxlarini qo'yib boramiz. Lekin yana bitta narsa qiziq bizga mol bozor narxlarini chiqarsak, ba'zilar qimmatlab ketibdi deyapti. Albatta mol qimmatlasa kimga foyda, kimga ziyon? Albatta shuni ham kommentariyada yozib ketinglar. Akalar, biz bo'lmasa videomizni boshlab kelyapti. Chiroyli Qancha bo'ldi mana shunisi? Narxini aytib keting o'shani. 16 million 300 ming so'm bo'pti. Yashang aka. Barakasini bersin zo'r. 16 million 100 mingga baraka bo'pti mana ma'lumimiz. Qora mesni lekin qulog'iga sariq sirg'alar taqib qo'yibdi. Mana shu nimaga qulog'iga sariq sirg'a taqib qo'yadi? Albatta bilganlar kommentariyga fikrlang, yozib ketinglar. Masalan, sariq tugmadan keyin menimcha 15 millionlik mol 16-18 millionga aylansa kerak. Yana bilmadim, albatta bilganlar fikrlang, kommentariyga yozib ketaverasizlar akalar. Hamma uchun qiziq bu. Mol bozorimiz ham juda avjida. Xudo shu yerdan chiqqan har bittasini yoritib turaveramiz. Oh mana. Boy aka qancha bo'ldi bu qizilimiz? Akamiz bilishmasa ekan. Boy aka nechta pul oldi? 26 million bo'pti mana mana. Bo'g'ozimiz. Olati mana 26 million. Zo'r, barakasini beraversin. Bo'g'ozimiz chiqyapti. Qancha? 15 million 600. Bo'g'oz bir 8-9 mana sutga boqaman deganlar sut kelyapti. Aka qancha bo'ldi ekan bola? 36 million yana. Yelilariga like bosib qo'rasida yo'lib ketaman deyapti akalar. Zo'r, lekin 36 millionga menimcha arzon juda. Qiziqlar yosh kelyapti. Aka qancha bo'ldi ekan? 10 milliondan bo'ldi aka. 10 milliondan bo'pti. Nechtaligini aytishadi, 10 milliondan bo'ldi deyishadi. Menimcha 3 ta olishgan. Yosh buqacha chiqyapti. Aka qancha bo'ldi ekan? 16 million. Yashang aka, barakasini bersin. Bo'ylari 1 metr pilisida 16 million so'm deyishdi. Barakasini bersin. Yosh buqacha qiziqqanlar yosh buqachamiz chiqyapti. Boy aka qancha bo'ldi? 21,5 million. Yashang, barakasini bersin. Bo'yi 1.20 pilisida zo'r, barakasini beraversin. 50 ming kam 22 million. Shvetimiz chiqildi 50 ming kam 22 million bo'pti. 50 ming kam 20 million. Barakasini bersin deb qolamiz. Bu yerda chiqilyapti. Bularni narxini sekin yoritib beraveramiz akalar. Akalar, albatta video yoqayotgan bo'lsa bitta like, kommentga o'zlaringizda chiroyli fikrlang, yozib ketaveringlar akalar. Qaramiz chiqilyapti menimcha bo'g'oz. Qayerdagi mol? Hojito qancha bo'ldi bu? 30 million bo'g'oz. Aka sizlar qancha bo'ldi? 67 jupo. Yo'sh ikkitasi 67 million bo'pti zo'r. Aka sizniki qancha bo'ldi? Jupi 55 million. Sotildimi aka bu? Qancha? 55 million kesib turdi shunaqa. 20 millionga sotildi akalar, ot ishqibozlariga. Bu qancha ekan? Qancha 55 million degandi jupimi? Mana aka 55 million degandi jupi shu ekan. Qancha 50 million degandi? 55 million degandi jupi. Boy aka qancha bo'ldi sizniki yana bo'lamiz? 40 million 250. 40 million 250 ming bo'pti mana akalar. 40 million 250 ming. Kelyapti. Qancha bo'ldi boy aka? 13 million 800 ming. Bundan ozgina kattaroq kelyapti. Aka qancha bo'ldi ekan bu kichkintoy? 8 ming 200. Yashang, barakasini bersin. Bu qancha bo'ldi ekan aka bu? 24,5 million bo'pti bunisi. Aka narxidan xabaringiz bormi buni? Narxidan xabaringiz bormi? Narxidan xabaringiz bormi? 14 million 700 mingga sotildi. 14 million 700. Barakasini bersin. Aka qancha bo'ldi ekan bu? Pulini aytishmabdi buni, mana 14 million 700 ming. Yashang, barakasini bersin. Bu yerda yoshlari chiqilyapti hozir. Yoshini narxini bilamiz. Boy aka qancha bo'ldi bu? 13 million 800. Aka siz qancha bo'ldi bu qo'yamiz? 21 million bo'ldi. Bunisi 13 million 800 ming. Zo'r. Barakasini beraversin. 2 ham 15, 14 million 800. Mana olasdan so'raganlarga olasiz. Qancha bo'ldi boy aka bu? 17 million 450 ming. 17 million 450 ming. Gap yo'q. Yashang, 17 million 450 ming bo'pti akalar mana. Zo'r. Barakasini bersin. Bu tomonda yoshidan chiqilyapti. Qancha bo'ldi boy aka bu?
12 milyon 300 mana. Yosh buqachamiz 12 milyon 300. Bo'ylarni ko'rishlari mumkin. Bo'ylar 80-90 pilisida. Barakasini beramiz. Mana bu yoqda gala bo'lib chiqyapti qoralarimiz. Narxini bilamiz albatta. Bo'ldi, chiqdi. Sinimiz. Xudolar hurmatli kuzatuvchilar, ekin 2 metr tars urib, fikrlarini kommentariyada yozib turing. Aka qancha bo'ldi? 3tasi 50 million. Zo'r aka, barakasini bersin. 3tasi 50 million bo'pti mana. Bo'yini ko'rishlari mumkin. Bo'yi ham 1.10 pilisida. 3ta xonajinimiz 50 million. Zo'r. Aka semental chiqyapti. Bo'y aka qancha bo'ldi? 50 million bo'pti. Voh, ko'rsatmasin. Like bosganlarga mahna qasddan nasib qilsin, hurmatli kuzatuvchilar, lekin haqiqatdan havas qiladigan darajada ekan. Nima dedilang? Albatta like bos, komment yozib qo'yadigan joyda akalar. Hoji buva qancha bo'ldi? 7,5 12,5 million so'm bo'ldi. Zo'r, barakasini bersin. Galasi kelyapti. Qancha bo'ldi hoji buva? Narxini bilishmas ekan. Bo'y aka qancha bo'ldi yana bo'lamiz? 38 million bo'ldi. Aka qancha bo'ldi jupi? 14 milliondan bo'ldi. To'g'ri, yana bo'ladi 38 million, ikkitasi 14 milliondan bo'ldi akalar. Narxlar menimcha juda cho'tki bo'lyapti akalar. Laykni bosib o'zlaringda viloyatlaringdagi narxlar bilan taqqoslab qimmat yo arzonligini yozib ketinglar. Bu xunojin kelyapti. Bo'y aka qancha bo'ldi xunojin? Bo'g'oz shekilli 17 million bo'g'oz. Zo'r, barakasini bersin. Jupiga chiqilyapti akalar hozir. Jupini bilamiz narxini. Bo'y aka qancha bo'ldi jupi? 27. Gap yo'q, barakasini bersin, yashang. 27 million jupi, zo'r. Bo'y aka qancha bo'ldi yana bo'lamiz? Nechinchi qorin ekan? Birinchi qorin 27 million. Bolasi xunojin. 27 million so'm. Zo'r, barakasini beraversin. Mana bu yo'l olasi kelyapti. Bo'y aka qancha bo'ldi olamiz? 31. 1 million. Oh, bo'g'oz. Necha oylik bo'g'oz ekan? 5 oydan o'tgan. Olishibdi, narxini bilamiz. Hoji tog'a qancha bo'ldi narxi? 20,5 million. Bo'g'oz ekan. Holatlarni ko'rishlari mumkin. 20,5 million 7 oylik bo'g'oz deyishyapti. Holatlari mana birinchi qoringa injig'ich kelyapti bo'g'oz. Aka puli qancha bo'ldi? Tirik vaznga 63 mingdan. Tirik vaznga 60 ming Aka qancha bo'ldi puli? 35 million. Qizilimiz 35 million so'm. Bunda ikki ona bola qancha bo'ldi aka? Ona bola 34 million. Aka qancha bo'ldi bular? 22. 20 million. Bunisi 20 million, orqasida 22 million bo'pti. Zo'r akalar. Narx-navolar o'ta bomba. Bozor ham qattiq yondi. Ishonaveringlar.